Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz mərhum dağlıq tarixçimiz Turg'un Almas әпәнди yazgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni boshladik. Birinchi bölüm. Uyg'ur urxun qag'anligi. Birinchi bob. Uyg'urlarning ana yurti haqida. Qat'iy üzüb aytish kerakki, Uyg'urlarning ana yurti O'rta Osiyo. Bu мәселени təfsilirək bayan qilishdən burun O'rta Osiyo degan bu coğrafiyalik uqum dairəsiga kiradigan joylarni ko'rsatib o'tish kerak. O'rta Osiyo degan bu nom to'g'risida hozirgacha Sharq va G'arb olimlarining qarashlari birdek bo'lmasmi, lekin bir qadar haqiqatga uyg'un keladigan qarash bo'yicha O'rta Osiyo doirasiga kiradigan joylarning ko'lamini belgilash mumkin. Coğrafiya alimləri Asiya qitəsini Şərqi Asiya, O'rta Asiya və G'arbiy Asiya qatarlıq qismlarga bölüdü. Meningcha, O'rta Asiya doirasiga Sharqda Yingan tog'laridan tortib, G'arbda Kaspiy dengizigacha, shimolda Altay tog'laridan tortib, janubda Himolaya tog'larigacha bo'lgan joylar kiradi. Mana shu O'rta Osiyo doirasiga kiradigan cheksiz zaminning markaziy qismi hozirgi atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni, Yettasu, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Uyg'urlar eng qadimgi joylardan tortibla Tangri tog'lari bilan Qaraqurum tog'lari oraliqidagi Tarim vodisida, Tangri tog'lari bilan Altay tog'lari oraliqidagi Jung'ariya dalasida, İli daryo vodilarida, Irtish daryosi bilan Balqash ko'li oraliqidagi joylarda, Janubiy Sibiriyada, hozirgi Mong'oliya Xalq Jumhuriyati tabasidagi Silinga, Urxun, To'g'la, Qurulun daryolarining vodilarida, Kangsu, Gansuda, hozirgi Sanshi, Shanshi o'lkalarining shimoliy qismida yashab kelgan. Buningdan 6000 yil burun, milodidan 4000 yil burun, dünya madaniyatining eng burunqi büyükleridan biri bo'lgan Mesopotamiya yeziqi ijod qilindi. Qadimgi Yunon tarixchilari hozirgi Iroqdagi Dajli va Firat daryolarining oraliqidagi joylarni Mesopotamiya deb atagan. Bu yunoncha so'z bo'lib, ikki daryo oraliqi deganlik bo'ladi. Dajli va Firat daryolari hozirgi Turkiya chegarasidan boshlanib, sharqqa qarab eqib, Paris qo'ltig'iga quyiladi. Bu ikki daryo bo'yidagi rayonlarning tuproqi munbat, suyi mo'l bo'lib, yeza egilik ishlab chiqarishiga bakmu bob keladi. Ayni zamonda ikki daryo vodisining janubiy qismidagi asosiy yerlik xalq Sumerlar bo'lib, eng dastlabki yeziqni shular yaratgan. Dastlabki yeziq ijod qilingandan keyin Misr va Yaqin Sharqdagi xalqlar tarix davriga kirdi. Bizning ajdodlarimiz bo'lsa, milodidan 2000 yil burun, buningdan 4000 yil burun tarix davriga kirdi. Chunki bu vaqtda Sumerlar ijod qilgan yeziq asosida yaratilgan Arami yeziqi ajdodlarimiz orasiga kirib keldi. Sug'di yeziqi bilan Ko'k turk yeziqi, Uyg'ur urxun yeziqining bir-biriga o'xshashibroq ketadiganligi shu ikkila yeziqning Arami yeziqidan kelib chiqqanligini ko'rsatadi. Bizning ajdodlarimiz va qarindoshlarimiz tarix davriga kirgandan boshlab milodining 14-asrgacha bo'lgan nihoyatda uzun tarixiy davrda Ulug' O'g'iz imperiyasi, Ulug' Hun Tangri qutlug'i milodidan ilgari 220-yildan milodi 216-yilgacha hukm surgan. Yevropa Hun imperiyasi milodi 375-yildan 468-yilgacha hukm surgan. Aq Hun İftalit imperiyasi milodi 420-yildan 565-yilgacha hukm surgan. Ulug' Ko'k turk qag'anligi milodi 551-yildan 745-yilgacha hukm surgan. Uyg'ur urxun qag'anligi milodi 646-yildan 845-yilgacha hukm surgan. Uyg'ur Idiqut xonligi milodi 850-yildan 1335-yilgacha hukm surgan. Uyg'ur Qaraxonlar davlati
milodiy 850-yilidan 1212-yiligacha hukm surgan. G'aznaviylar sultonligi milodiy 960-yilidan 1187-yilgacha hukm surgan. Ulug' Selçuklar sultonligi milodiy 1040-yildan 1157-yilgacha hukm surgan. Xorazm Shohlar davlati milodiy 1172-yilidan 1231-yilgacha hukm surgan. Saidiya xonligi milodiy 1514-yilidan 1678-yilgacha hukm surgan. Qatarlıq ulug' qudratlik, boy, madaniyatlik davlatlarni qurib, parlaq madaniyat yaratib, insoniyat tarixiy taraqqiyoti va madaniyatiga o'chmas to'kpilarni qo'shgan. Tövəndə Uyğurlarning ana yurtining O'rta Osiyo ekanligini geologiyalik va arxeologiyalik faktlar orqali isbotlaymiz. O'rta Osiyo eng qadimgi joylardan tortib, Uyg'urlarning ana yurti bo'libla qolmasdan, balki dunyo madaniyatining eng qadimgi, eng mashhur oltin bushikining biridir. Shuning uchun tarixchi Morgan dunyo madaniyatining ochquchi Tarim vodisiga ko'miklikdir. Bu ochquch qachon tepiladi ekan, shu chog'da dunyo madaniyatining siri ichilg'usi degaydi. İnsaniyat madaniyatining taraqqiyotidan qaraganda, inson bolalari eng qadimgi chaqlardan tortib hayot kechirishga aplik bo'lgan daryo, ko'l, dengiz bo'ylari, o'rmonlar, yeshil dengizlardek to'lqinlab turgan cheksiz yayloqlar, yop-yeshil qarag'aylar, orchilar qoplagan tong qoptallarida yashagan. İnsanlar o'zlari yashagan joylarining tabiiy sharoitiga qarab, ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik, bog'vanchilik, hunarvanchilik, soda-siti qatorliq kasblar bilan shug'ullanib, ko'chman ham muqim o'ltiraqlashib hayot kechirgan. Geologiyalik tekshirishlardan qaraganda, O'rta Osiyo eng qadimgi chog'larda insonlar hayot kechirishga to'liq aplik tabiiy sharoitga ega edi. Yaqinqi yillardan beri Xinjiangda bu yerda hamda abdur shu vaqtdagi kitobning nashr qilish ehtiyoji tufaylidan Xinjiang deb yozgan bo'lishi mumkin va abdurning shu yozgan yozmasiga asosan Xinjiang deb olsa Xinjiang deb o'qiyman, ammo hammamiz o'z ziminlarning nima ekanligini ko'nglimizda aniq bilamiz. İlib berilgan geologiyalik tekshirishlarning natijalariga asoslanganda, Tarim vodisida bo'lsin yoki Jo'ng'ariya o'ymonligida bo'lsin, nihoyatda ko'p joylarda zapisining ko'pligi va sifatining yuqorligi bilan dunyoni hayron qoldirgan neftlik tepildi. Bir jumla so'z bilan aytganda 1.600.000 kvadrat kilometr keladigan Xinjiang zeminining osti turlik tuman boyliqlar, hatto dunyoda kam uchraydigan uran, radiy qatorliq isil boyliqlar g'azinasi, neft dengizi, ko'mir konlari dunyosidan iborat. Xinjiang zaminida neftliklar va ko'mir konlarining ko'pligi, eng qadimgi chog'da Tarim vodisi bilan Jo'ng'ariya o'ymonligi nihoyatda cho'ng ichki dengiz bo'lganligi, tog'larning va tog' etaklarining cheksiz qalin o'rmonlar bilan qoplanganligini isbotlaydi. Chunki tabiatda bo'ladigan o'zgarishlar, nihoyatda dahshatli, qattiq yer tavrashlar, qurg'oqchilik ofatlari natijasida Xinjiangdagi ikki cho'ng ichki dengiz kichiklab, quruqliq yuzi kengaygan hozirgi Sayram, Bag'rash, Lopnur ko'llari qadimgi ichki dengiz o'rnida qolgan qoldiq ko'llardir. Dengizlarning quruqlikqa aylanishi natijasida haddi hisobsiz suv hayvonlari tuproq ostida qilib, million yillarning o'tishi bilan neft hosil bo'lgan. Cheksiz ketgan qarg'ay o'rmonlarimi tabiatdagi o'zgarishlar natijasida tuproq ostida qilib, yillarning o'tishi bilan ko'mirga aylangan. O'rta Osiyoning g'arbiy qismining eng qadimgi chog'dagi tabiiy sharoitimi xuddi biz yuqorida aytib o'tgan ahvoldan ancha farqlanmaydi. Geologiyalik tekshirish natijalariga asoslanganda, qadimgi chog'larda Osiyo, Yevropa qit'alarining shimoliy qismi muz bilan qoplangan. Bundaq ahvol O'rta Osiyoning tabiatiga nihoyatda kuchli ta'sir ko'rsatgan. Shu sababdan O'rta Osiyodagi Pamir tog'lari, Qaraqo'rum tog'lari, Tangri tog'lari,
Altay tağlarının çoqqilari va qiyalari hozirqiga silishtirib bo'lmaydigan darajada nihoyat qalin muz va qorlar bilan qoplangan edi. Masalan, Pamir muzliqlaridan birining hozirgi uzunligi 77 kilometr, qalinligi 500 metr bo'lgan bo'lsa, qadimgi chaqda shu muzliqning uzunligi 180 kilometrga so'zilgan bo'lib, qalinligi 1000 metrga yetgan. O'rta Osiyodagi qadimgi muzliqlarning tuvan joyidagi chegarasi dengiz yuzidan 1800 metr egiz edi. Hozirgi muzliqlarning tuvan joyidagi chegarasi dengiz yuzidan 3200 metr egiz bo'lib, uningdan tuvan emas. Yuqoridagi tabiiy ahvolga asoslanganda, hozirgi vaqtdan 10 necha ming yillar burun O'rta Osiyoning tabiiy iqlimi hozirga qaraganda nam bo'lib, ho'l yig'in ko'p edi. Shu sababdan qadimgi chaqlarda O'rta Osiyodagi tog'larning muzliq, qorliq cho'qqilari va egiz qiyalaridan kun nurida erib hosil bo'lgan sular nihoyatda mo'l suluq daryolarni, cho'ng-cho'ng ichki dengizlarni, ko'llarni paydo qilgan edi. Bundaq tabiiy sharoit O'rta Osiyoda dehqonchilik, chorvachilik egaligining taraqqiyotiga yaxshi imkoniyat yaratib bergandan tashqari, o'rmonlar va hayvonlarning o'sib yetilishiga qulay sharoit yaratib bergan. O'rta Osiyoning sharqiy qismi, asosan Tarim vodiysi va g'arbiy qismi Sovet O'rta Osiyosi, O'rta Osiyoning nihoyatda munbat va mo'l g'usulliq rayonlari edi. Shu chaqlarda Tarim vodiysidagi Taklimakon qumliqi, Jung'ariyadan Qurbon To'ng'ut, Qozonqum qumliqi, Turkmenistondagi Zilqum cho'lligi, O'zbekistondagi Qaraqo'rim qatorliq cho'lliklar yo'q edi. Hozirgi Sayram, Bag'rash, Lopnur, Barikul, Barskul, Balqash, Aral ko'llari nihoyatda cho'ng ko'llar edi. Tarim daryosi, Ili daryosi, Sir daryosi, Amu daryosi, Chu daryosi, Talas daryosi qatorliq daryolarning sulari nihoyatda ko'p bo'lib, ularning tarmoq yo'llari O'rta Osiyoni xuddi o'michikning to'rida qoplab turadi. Geologiya va arxeologiya ilmining mashhur olimlarining O'rta Osiyoda ilib borgan ilmiy tekshirishlari orqali chiqargan to'g'ri hukmiga asoslanganda, taxminan buningdan 8000 yillar burun O'rta Osiyoning tabiatida nihoyatda cho'ng o'zgarishlar bo'lib, qurg'oqchilik yuz bergan. Shu sababdan ajdodlarimizning bir qismi Osiyoning sharq va g'arb taraflariga ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Shu chaqda O'rta Osiyoning sharqiy bo'ligi bo'lgan Tarim vodisida yashaydigan ajdodlarimizning bir qismi Altay orqali ko'chib, hozirgi Mong'oliya va Bayqal ko'li, qadimgi chaqlarda Bayko'l deb atalgan, shu atroflarga ketgan. Miladi 840-yili Mong'oliyadan Şinjanga ko'chgan. Sharqiy Uyg'urlar bo'lsa, buningdan 8000 yillar burun Tarim vodisidan Mong'oliyaga va Bayqal ko'li atroflariga ko'chgan ajdodlarimizning avlodi edi. Bugun o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Alloh qomonat.